Asosiy raqiblarimiz Kolumbiya, Portugaliya va Kongo. Yaxshi tarafi har uch raqibimiz bir xil sxemada o'ynaydi. 4-2-3-1 sxemasida. To'g'ri, raqiblarimiz ba'zida rotatsiya qilishlari mumkin, lekin oxir-oqibat bir xil sxema. Kolumbiya bu Janubiy Amerika uslubiga ega bo'lgan jamoa. Taktik tomonlama balki ochiqroq o'ynashar, lekin juda ham agressiv, jismonan juda ham kuchli futbolchilarga ega bo'lgan jamoa. Portugaliya texnikasi ancha kuchli jamoa. Ular ko'proq o'yindan bahra olishadi. Biz ularga qarshi xato qila olmaymiz. Ular yarimta xatodan 3 ta gol kiritishadi. Va albatta Portugaliya jahon chempionatida g'olib bo'lish uchun asosiy nomzod jamoalardan biri. Va Kongo jismoniy kuchga asoslangan futbol ko'rsatadigan jamoa. Futbolchilari juda ham kuchli. Ular juda ham ko'p yugurishadi, kurashishadi. Raqiplarimizning uslublari har xil bo'lsa-da, lekin bir xil qiyinchilik tug'dira olishadi.